Assalomu alaykum. Men Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidan Muxtorov Najmiddin. Yoshim 62 da. Mana men ko'p yillar qon bosimi kasalligi bilan kasallanib juda og'ir kunlarni o'tkazganman boshimdan. 2023-yili yurak qon tomiri kasalligi bilan operatsiyalar bo'ldim. Davlenim juda bosim baland bu yuraydi. Mana shundan keyin arada 2 oy o'tgandan keyin yana o'sha eski holatda davlenim juda baland bu yuraydi. Mana 4 oy oldin mana shu Gano shifo mahsulotlarini olib ichishimda bir kishi tavsiya qildi. Shundan beri ichishni boshladim. Hozir davlenim o'z holatlariga kelib qoldi. Yaxshiman, Xudoga shukr. Doktorlar menga mana shu davlenaga qarshi dori ichib yurasiz bir umr degandi. Mana 1 oy bo'ldi. Davlena dorilarimni, meditsina bunday dorilarni ichmay qo'ydim. Mana shu shifobaxsh Gano nimalardan foydalanyapman, yaxshiman. Shunday kasal bor insonlarga men shularni qo'rqmay bemalol tavsiya qila olaman. Foydalaninglar. O'zlaringiz sog'ligingiz uchun yaxshi. Organizmni shu darajada chiroyli holatga keltirar ekan. Men mana shu mahsulotlarni ichganimdan beri juda xursandman. Mana shu narsalarni tashkillashtirgan birinchi o'rinda prezidentimizga katta rahmat. Shu soha bilan shug'ullanadigan mana shu mutaxassislarimizga katta rahmat. Men hammaga shuni tavsiya qilishga 100% ishonchim bor. Olib foydalaninglar, yaxshi tomonga o'zgarib, juda chiroyli bo'lishlarini men xohlayman.